bo'lmasa xaridorlar bizdan shu o'yinda ishtirok etib, xaridorlar mana bilgilar ko'rsatishlar go'sht olib, haqqoniy o'ynagan, keyin xarid qilaverasizlar normas go'shtlardan. Hasanboy ukamiz zo'r go'shtlarni beryapti. Akalar bo'lmasa omad showimizni boshlaylik. Xo'sh, bu yerda birinchi o'yinga 3-chi o'yingacha bor, bir haftada bir marta o'yin bo'lib o'tadi. Birinchi o'yinga, ikkinchi o'yinga, 3-chi o'yinga chiroyli sovg'alar bor. O'yinda ishtirok etish shartlari bir haftada bir marta, 2 marta go'sht olasiz. Har bir go'sht olganingizda telefon raqamingizni mana shu yerga shuni tashlab qo'yishadi. Haftaning har seshanba kuni o'yin bo'lib o'tadi. Birinchi o'yin, ikkinchi o'yinga, 3-chi o'yinga chiroyli sovg'alar bor. Birinchi o'yinga velosiped yoki mana shunday samaka, ikkinchi o'yinga go'sht sovg'asi, uchinchi o'yinga chiroyli sirli sovg'alari bor ekan. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bog'dod qishlog'i. Hamma biladi, Bog'dod chorrahasida shuni yonida bo'lyapti akalar. Xo'sh, Yangi Qo'rg'on Bog'dod yo'nalishi, Bog'doddan kelishda chap tomonda. Xo'sh, Yangi Qo'rg'ondan kelishda chorrahadan shuni o'tgandan keyin o'ng tomonda Hasanboy qassob. Bo'lmasa Hasanboy qassobdan ma'lumot olamiz. Eldorbek, va alaykum assalom, tuzyapmisiz? Rahmat aka. Xo'sh, o'yinning shartlarini yana bir marta tanishtirib o'tamiz aka. Bo'ldi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, qadrdonlar, klientlar. Eldorbek, ko'pchilik o'yinimiz tushunmayapti. Hali go'shtga kelib yana qana bo'ladi, qana yo'q deb ma'lumot so'rayapti. Yana bir bor men o'zim ham aytib ketay. Hurmatli akalar, Hasanboy qassobga kelasizlar, yarim kilo go'sht olishadimi yoki 1 kilo oladimi yoki 10 ming so'mlik yog' kerak bo'lib qoladimi? Uni qizig'i yo'q, kelib bizdan xarid qilsa, telefon raqamini yozib, mana shu barabanga, omadli barabanga solamiz. Kimda raqami omadli raqam bo'lib chiqib qolsa, o'shanga sovrinlarimizni beramiz. Xudo xolasa Eldorbek, bugun siz bilan birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinni aniqlab, qo'ng'iroq qilib, yutuq egalarini chaqiramiz. Kelib bemalol yutuqlarni olib ketishi mumkin. Hozir Eldorbek siz bilan birinchi, uchinchi o'rinni aniqlaymiz, keyin ikkinchi o'rinni aniqlaymiz, keyin birinchi o'rin, oxirida birinchi o'rin. Oxirida birinchi o'rin samokat egasini aniqlaymiz. Xudo xolasa. Bolalarga shuni olib kelib bersa, o'ta xursand bo'ladi, mazza qiladilar. Eldorbek, hali kattalar ham ko'pchilik maslahat berishdi-da. Bolalarda savobi juda katta bo'ladi ekan. Hali bunday olib kirganingizda, hali senga olib kelgimsa xursand bo'lib ketadi-yu bolalar. O'shanga yetmaydi. O'shaning uchun biz ilojimiz boricha shu bolajonlar uchun sovg'alar tayyorlayapmiz. Eldorbek, Xudo xolasa barakasini bersin. Misol uchun, har kim bir haftada 2 marta, 3 marta o'zini ehtiyoji uchun go'sht oladi. Shuni olinsa bo'ldi. Omadda bu. Masalan, 300-400 million narsani shuni bola chaqasiga olib kirib bersa xursand bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Qarang aka, yana bir narsa, bir haftada ko'pchilik 5 marta, 6 marta go'sht olishi mumkin. Отдельный nomer tashlanadi. Отдельный nomer tashlanadi. Masalan, bir haftada Eldorbek kimlardir usta ishlatib turgan bo'ladi yoki ehson qilib qaygadir qarindosh urug' mehmondorchilik ham go'sht olishi mumkin. Bir haftaning ichida 6 marta, 7 marta go'sht olishi mumkin. O'shalarni ham raqamini отдельный tashaveramiz. Bu yutuqlarga qandaydir yaqinlashadi. Raqami ko'paygan sari yutuq egasiga yaqinlashadi. Yutuq olishi mumkin. Bu omad birinchi o'rinda Xudoning aytgan bo'ladi. Kimga rizq qilgan bo'lsa o'shanga bo'ladi. Eldorbek, Xudo xolasa 3-chi o'rinimizni aniqlaymiz, o'zimiz aniqlab beramiz sovg'alarimizni. Aka, bu yerda videoni boshida aytib ketay, qanday go'shtlar bor? Bu yerda faqat novoz go'sht bo'ladi. Halol va novoz. So'yilgan holatlarni ham YouTube kanalimizga, Hasanboy qassob kanaliga novoz tirik holati, so'yilgan holati, sotilayotgan turgan holatlar hammasini qo'yib boryapmiz. Xudo xolasa yana bitta narsani Eldorbek aytib ketay. Hozir sezon, toqqa boradigan sezon. To'y marosimlari uchun, tog'chilar uchun, akalar uchun 5 kiloni tepasida go'sht olsa 115 ming so'mdan qilib beraman Eldorbek. 115 ming so'mdan. Ha, sizni obunachilaringiz uchun ham kelishaversin 115 dan yog'ini bonus qilib beraman. Ana bitta imkoniyat. 115 mingdan yog'lari bonus. Bonus. Unda boshladikmi? Qani bismillahirrohmanirrohim boshladik Eldorbek. Birinchi o'rinda qarang. Mana shu ko'pchilik nomerlarni yerga qisilib qolyapti-da, tushirib Buni olamiz. tushirib yuboramiz Eldorbek. Xafa bo'lishmasin. Bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. En alt o'rin. O'zim ham misol uchun 2 marta, 3 marta go'sht olganman, nomerim ham bor. Ajoyib emas, o'zimga chiqib qolsam. Bu omad. Qani boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi, 3-chi o'rinni aniqlaymiz. 3-chi o'ringa nima? Sovg'asini ham aytib ketdik-da. 3-chi o'ringa ham 1 kilo, yarim kilo go'sht, 1 kilo suyak. Yarim kilo go'sht, 1 kilo suyak. Shunday. Ikkinchi o'ringa? Ikkinchi o'ringa 1 kilo go'sht. Uchinchi o'ringa, birinchi o'ringa samaka. Samaka. Xudo xolasa. Boshlandi. Bo'lmasa boshladik, a. Birinchi nomerlarni olamiz. Tush. Qaranglar akalar. Yaxshilab aralashtiramiz. Qo'lda aralashtirib qo'yadi, ha. Qo'lda tiqib ham aralashtirib yuboravering buni. Ketdi. Qani ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu burchaklardan shuni olamiz, akalar.
Uchinchi o'rinda aniqlaymiz akalar. Qarang. Noumid bo'lmanglar, kelib savdo qilinglar, yutib olinglar. Qani olavering. Xo'sh, 3-o'rinni bu yog'ochdan, ikkinchi o'rinni bu yerdan, birinchi o'rinni bu tomondan tut. Gap bo'lishi mumkin. Qani Eldorbek boshlandi. Ketdi. Qani? Mana akalar, operatorlar yaqindan video nomerlarni ko'rsatib beramiz. Nomerlarni ko'rsatinglar akalar. Mana shu raqamga sal o'zimdan to'liq ko'rganim umuman. Aytavering Eldorbek. 94lik 94lik 988 988 52 55. 52 55 raqami 3-o'rin deb aniqlandi. Bismillahirrohmanirrohim. Chaqiryapti. Akalar, o'zi 3-o'rin go'sht yutib oldi mana. Xudo xolasa. Ko'taring endi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Balandroq gapira olasizmi? Men Hasanboy Qossobman aka. Ha aka, yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Shu yerdan go'sht xarid qilolmadingiz aka? Ha, men Foziljonman, Qobil akamiz bu. Kimniki Foziljon? Foziljon, qaysi qishloqdansiz? Bordondan. Bordondan. Foziljon, siz 3-o'rinda. Kimniki Foziljon? Foziljon, qaysi qishloqdansiz? Bordondan. Bordondan. Foziljon, siz 3-o'rin deb aniqlandingiz aka. Uka, soat 11 ga chiqsangiz, xudo xolasa sovriningizni berib yuboramiz. Bo'ldi, bugunmi? Bo'ldi, ha, bugun 11 ga chiqing. Foziljon, sizni kutamiz uka. Bo'pti aka. Xo'p. Salomat bo'ling. Eldorbek, 3-o'rin aniq bo'ldi, Endi o'zimizdan Foziljon. Bordon qishloqdan Foziljon. Endi 2-o'rinni aniqlaymiz. 2-o'rin, ketdi. Yaxshilab aralashtiramiz. Hurmatli akalar, xudo xolasa haqqoniy bo'lyapti. Mana podishkada turamiz. iloji bo'lsa gruppalarga tarqatyapmiz. Silka orqali kiringlar akalar, YouTubedan ko'ringlar, like bosib, obuna bo'lib qo'ysalar, bizga yanada bizga yordam bergan bo'lasizlar, xudo xolasa. 2-o'rinda o'rtadan. O'rtada. Bismillah. Ketdi. To'xtang. Ikkita nomerda to'xtam. Boshqatdan. Bitta olindi akalar. Xo'sh. Operator 90lik 304 59 77. Ikkinchi o'rin 90lik 304 59 77. 59 72 77. 77 bo'ldi. 304 59 77 raqami. 90lik akalar. Haqqoniy telefon ketdi. Chaqiryapti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Aka, men Hasanboy Qossobman. Shu yerdan aka go'sht xarid qilolmadingiz? Bordondan. Bordondan aka. Aha. Qayerlisiz aka? Vodaftondan. Tuvodaqdan. Ismingiz nima? Baxtiyor. Baxtiyor aka, siz 2-o'rin deb aniqlandingiz aka. 1 kilo go'sht yutib oldingiz. Soat 11 da sizni kutamiz aka. Sovg'aningizni kelib olib ketishingiz mumkin aka. Xo'p aka, sizni kutamiz. Salomat bo'ling. Xo'p. Ikkinchi o'rin Eldorbek endi 1-o'ringa samokat ketdi. kimnidir o'g'liga, nabirasiga, kimga nasib qilsa ham xudo xolasa barakasini bersin. Xursandchilik uchun Eldorbek bu chekkadan tortamiz endi. Shu yerda shu nomerni olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Kimga chiqsa ham xafa bo'lish yo'q, ha? Xursand bo'lish kerak. Mana Chiqmasa bu bo'lish. Ikkinchi o'rinda birinchi o'rin ketdi. Ketdi. O'zimni meni totayman. Ketdi. Bu Bismillah. rizqiga ham bo'lsa hech kim emas. 77lik 77lik. 72 37. Birinchi o'rin samokat g'olibi. 77lik 77lik Hop. 017 017 72 37. 72 37 7. raqami. Shuni operator. Hurmatli aka ukalar, mana Ajdani. Aka, ko'tarag'ini 1-o'rin yutib oldingiz aka, samokat. Video davomidagi yana bitta chotki nimasi bor?
o'yinimiz bor. Yetib o'tamiz, xudo Keyingi xolasa. haftadan boshlanadi, xudo xolasa. Shuna chiqqan odam 500 ming so'm yutib olishi mumkin. Aka sezmayapti birinchi o'rinda yutganini. Ko'taring aka endi. Yana bir marta. Yana bir teramiz. 3-o'rinda shu. Hurmatli aka-ukalar, birinchisi ajdaniya dedi, keyin o'chirilgan deyapti. Boshqatdan qilyapmiz mana. Chaqiryapti. Xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Hurmatli aka-ukalar, yana bir bor qilamiz. Tushunmaydigan bo'lsa, mana shu raqam ajdan yana qaytaryapti. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi qaytarishyapti mana. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Men Hasanboy qassobman. Bordondan go'sht xarid qilamidingiz aka? Qayerliksiz? Kim? Ha, Mujofid. Muhammadxon akamning o'g'li ekan. Mujofid uka, soat 11 ga chiqsangiz siz birinchi o'rin deb aniqlandingiz, samaket yutib oldingiz uka. Xudo xolasa 11 da kutamiz sizni. Eldor akangizga rahmat deb qo'ying. Eldorbekning nomerini aytib ketamiz, aka-ukalar. Ukajon, sizni kutamiz 11 da. Xo'p, salomat bo'ling. Eldorbek, sizni nomeringizni aytib qo'yaylik. Nimaiki, o'tgangi o'yinda ham xolis odamning nomerini aytib qo'ydik. Hali yutib olgan akalar sizga telefon qilib, endi rahmatnoma aytib qo'yishi mumkin o'shani hisobiga. Men nomerim hamma biladi, 91lik 735 52 98. YouTube'da ham bor. Bemalol reklama uchun ham aloqaga chiqishlaring mumkin. Eldor Rus kanali. Eldor Rus kanali. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook hammasida bor. Qarang, aka, hammasini aniqladik. Aniqladik, xudo xolasa. Sovg'a topshirish marosimlari akamiz o'zini kanallarida bo'lib o'tadi. Nomi nima? Hasanboy qassob kanali. Hasanboy qassob kanalida bo'lib o'tadi. Qarang, keyingi haftada bo'ladigan o'yinimizni tanishtiramiz. Tanishtiramiz. Eldorbek, bu yangilik mijozlarimiz uchun. Hurmatli aka-ukalar, keyingi o'yinda mana shu o'yin ham bo'ladi. Bu sovrinlarimiz davom etadi. Bu xudo xolasa davomiy bo'ladi bu o'yinimiz. Bu o'yin to'xtatmaymiz, yanada kattaytiramiz, sovg'alarni kattalashtirib, sonini ko'paytiramiz. Misol 3 kishiga emas, 4 kishiga, 4 kishiga emas, 10 kishiga, 10 kishiga, 20 kishiga. Xudo xolasa Alloh berib tursa, mijozlarimiz bilan bizni poddeshka qilib tursa, xudo xolasa sovrinlar kattalashtiramiz. Bu davomiy bo'ladi. Ikkinchi o'yinimiz 20 ta bilet bo'ladi. Hurmatli aka-ukalar, o'zlarimni yana bir bor sinash uchun bu o'yin. Kim hali Farg'onada o'yin ketyapti, hamma biladi buni. O'shanday kim 1 kilo go'shtni rona taroziga shunday tashab bersa, 500 ming so'm pul yutug'imiz bor Eldorbek. 500 ming so'm. Aka, qarang, o'shani birinchi o'l sinab ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi, mana Eldorbekdan sinab ko'ramiz. Men kesalamanmi? Hurmatli aka-ukalar, Mana shuni barabanda o'qiyamiz. Bo'ldi. Endi taroziga yaqinlashtiramiz faqat. Qarasini shunday bosib. Tarani o'chiramiz. Hurmatli aka-ukalar, mana go'sht. Rona bo'lish kerakmi? 1 kilo rona bo'lsa 500 ming so'm pul bor. Eldorbek, pichoqni chaqlab beramiz. Bo'ldi. Akalar, o'zlaringiz sinab ko'ringlar. Akalar, 20 ta bilet bor. Biletimizni to'g'risi Yoshligimda lekin narsa sotganman, shuni qo'ysam 1 kilo chiqardi. Bu lekin go'sht. Eldorbek omadingizni bersin. Qaysi biridan kelsak? Mashinadan kelsin. Eldorbek nima qilib pul sanab turavering? Yo'q, pul sanam. Pul sanab turishimiz mumkin. 500 ming so'm yutib olishi mumkin. 1 kilosi. Omad. Qani Eldorbek? Bismillah. Qo'lni kesmaman faqat. Yoshligimda qassob bo'lganman. Eldorbek, sizga imkoniyat bering. Bu. Kesam bo'ladimi? Jitcha. Ko'pmi? Jitchas. Yo'q, ko'p kesyapsiz. Qo'lga aytaman. Eldorbek, mo'ljallab ko'ring o'zingiz. Yana bir mana yoshlikda magazinchi bo'lgan ekan akamiz. Nima deyapti Eldorbek? Ko'payib ketdi Eldorbek. Ko'payib ketdi. Nima bo'lsa ular mana shuni qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar, taroz ko'ndisin. O'zlaringiz xuddi shunday sinab ko'rishsa bo'ladi. Ketdi 500 ming. Ya! Eldorbek! Hurmatli aka-ukalar, o'yinimizda mana xudo xolasa 4-soni bu.
YouTube egalari keldi, omadli aka-ukalar, kelishdi mana hoji akamlar. O'yinimiz haqqoniy, sizlar ham kelib, xarid qilinglar, go'sht mahsulotlarini yutinglar. Mana bunaqa samokat, velosipedlar yutinglar. Xudo xolasa. 3-o'rinimizdan o'rinimizni boshlaymiz berishda. Hoji aka, siz 1 kilo go'shtni suyak, yarim kilo go'sht mahsulotini yutib olamiz. 3-o'rin bu. Tabriklayman sizni. Ikkinchi o'rinimizga Foziljon, sizni ham tabriklaymiz aka. Endi birinchi o'rinimiz Nishonbozda o'tamiz yetishdi. Mana shu samokat bo'ldi. Kelganlar. Sizni ham tabriklayman. Omadli bo'lsin. Foziljon, sizga ham hoji aka. Mana aka-ukalar, hurmatli aka-ukalar, kelinglar mana har seshanba kuni davomiy bo'ladi, xudo xolasa. Sizlar yordamlar bilan, duolar bilan hammasi yaxshi bo'laveradi, xudo xolasa. Hoji aka, nima deysiz endi? Xudo xolasa, xaridorlar bizdan shu o'yinda ishtirok etib, xarid qilib, mana bilgilar sizlar go'sht olib, haqqoniy o'yinga keyin xarid qilaverasizlar munosib ishlardan. Samboylarimiz zo'r ishlarni bergan. Rahmat. Hozir ham kelaveradi, ishlar yaxshi qiladi, ovoz qo'shiladi. Haqqoniy ekan mana To'rbek yaxshi. Avval mol go'shtlaring, ovoz go'shtlaring. Xudo xolasa pastkarni Kelaverasizlar hamma. ovoz go'shtini sizlarga yetkazib beramiz. Sizlar duolar bilan biz harakatlarimiz gazini bosib, katta ovozlar so'yib yetkazib beramiz. Yana bir bor sizlarga rahmat akalar. Keyin bir narsani eslatib o'tay. Hozir dam olish marosimlari boshlanyapti. To'xtachiq o'rtoqlarni dam olgan boshlanyapti. 5 kg tepasini olganlar uchun 115 ming so'mdan beramiz hoji aka. Suyak o'rniga shunday yo'q qo'yib beramiz. Xohlasa suyak, xohlasa yo'q qo'yib beramiz. Keyin xarid qilinglar. To'y marosimlarga ham o'rtoqlarga arzonroq qilib beramiz. Harakatlarimiz. Hurmatli aka-ukalar, keyingi seshanba kuniga faqat go'sht mahsulotini qo'yamiz. Birinchi o'ringa hoji aka dum qo'yamiz. Nima deysiz? Birinchi o'ringa dum qo'yamiz. Novvosda necha kilo chiqsa 3,5 kilo chiqqan, 4 kilo chiqqan o'sha dumini qo'yamiz. Ikkinchi o'ringa 1 kilo go'sht qo'yamiz. Uchinchi o'ringa yana shularni so'g'ib qo'yamiz. Hurmatli aka-ukalar, qatnashinglar, yutinglar. Keyingi seshanba kuni Xudo xolasa ko'rishamiz. Salomat bo'linglar. Nimaga rahmat. Rahmat. Omadingiz. Omadlarni bersin.